Hammaga salom do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Moskvada qancha bilan, ya'ni nech pul bilan shug'ullansa bo'ladi sportlarda, sportlar narxlari qancha, shuni tanishtirib o'taman. Undan oldin sizlarga hozir o'zim shug'ullangan hozirda trafik qilayotgan sportlarni ko'rsatib boraman. Undan keyin sizlarga narxini aytaman qanchaligini. Mana do'stlar, ko'rdingiz sportlarni. Buni narxi 11,000 rubl. Bundan arzonlari ham bor, lekin mana shu hozirgi aynan mana shu 11,000 rubl. Xohlasalaring boks, kickboks, tayski boks, MMA, kurash, karate hammasiga qatnashishlaring mumkin. Oylik baribir 11,000 rubl. Undan olgan trenirovka 3 kun haftada. Har bitta sport 3 kundan bo'ladi haftasiga. Agar professional bo'lsa, har kuni bir kunda 2 mahal bo'ladi. Lupidiyskiga haftasiga 3 kun. Boshlanishida shu bitta sportdan boshlanadi. Sразу ruxsat berilmaydi, chunki boshlaganlaringda shu xohlasalaring boks, kickboks, tayski boks, MMA farqi yo'q. Qaysi birini boshlaslaring oylik to'lov 11,000 rubl. Arzon zallarni ko'rsatib boraman sizlarga. Qancha keyingi videomizda trenirovkalar bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha.